Şunda vurup kulağırdı ki. Aha. Ana bana ukuldan bir tane etti şuradan 3 tane. Bir gün bir tane Öyle mi? kulağırdım diye. Geçe bir tane aldım. Bugün bir tane aldım. Geliver. Aha. Allah kıma tasir kıymet mi? Ta'sir qilmayaptimi? Nervi qisilib qolganda bu yallig'lanishga qarshi. Bu ham yaxshi ta'sir qiladi-yu, endi sizga sal og'irroq keladi. Hop, ko'rganda oldinga egilib qolgansiz. Ha egilib qo'y. Oldinga egilib Kelanman menda. stenoz deydi buni. Oldinga engishsangiz yengillashaverasiz. Urganimda yo'qmi? O pasta stevera kurduysa. Mana yerda bor. Ha. Mana. Mana, bundachi. Yo bu tomonda yo'q. Bu tomonda. Faqat aşağıda. Chapga egilinchi. Sekiz. Haqqa egiling. Sekiz to'xtama. Yo'g'i? Bir o't deb manda qo'yib ketadi. Tushunarli. Aql yurib ko'raychi oyog'i uchida. Uchida? Sekin, ha, sekin. Ha. Kuchayadimi? Ha. Yo'q. Oyog'i uchida yursam Tovonni yurib ko'ring. Ha, kuchayadimi? Tovonni yurib. Bo'ldi. Tushunarli. L5S1 nuqta deydi buni. Shu nuqta qisilib qolgan. Sekin. Sekin bunga chiqing. Patinka necha bo'lay? Patinkani, ha. Vay be. Sekin. Shoshilmaymiz. Qanaqa qilib yotay? Birinchi yonchalab yoting. Yonchalab yotish qulayroq sizga hozir. Osmonga qarab yoting. Osmonni. Ha. Sekin. Sekin. Hushyor bo'lib. Hop. Hozir. Hop, mana ko'targanda kuchaymayapti. Bu tomonda yo'q. Hop, faqat bu tomonda. Ha, kuchaymayaptimi? Hozircha. Kuchaymayapti. Sal borda shunda. Ha, sal bor, ha. Mana. Bunda Bo'ldi, tushunarli. Uzating oyog'ini. Hop, oyog'i kaftini tortingchi o'zingizga, tortib turing. Yo, kuchi bor, yaxshi. Bu radikulit hisobiga bo'lgan og'riq, ya'ni qisib turib shamol tekkizib qo'ygan. Ha, shunaqa. Moshinani ichi kecha qaynab ketgan ekan. Ha. Ikkala aynakni ochib, u bilan zitirlicha qilayotgan allergiya. Ha. Mashinani ichi qaynab ketgan, 2 kundan beri shunaqa qilyapti. Qaynab ketadi, ochib olib turib, sovugicha o'zim tomonni bekitib, o'ng tomonni ochib olib yuraman-da. Ha, bu radikulit. Ya'ni nervi shamollab qo'ygan. Yallig'lanib. Uni davosi. Kechqurun bir yosh ketdim. Damazda o'zim mashinamni tashlab bolalar bilan Damazda kelib, orqamga oynakni bo'lib ochib oldi. Yo'q, ochganda. O'rtada edim men. Hali yerda o'sha yerdan kelgan shamolamlar bo'ldim. Borib hojatga borib. Bir yaxshi bordim. Hojatdan qaytishdi. Yurolmay qoldim-ku. 2 yil charpalaydi o'tirgan. Olib Kechasi bunaqa bo'lmasdi. Davlina hozir balandroq ekan hozir. Nechikin? Davlina dori beramiz, ha? 160 ekan. Davlina dori berib ish boshlaymiz hozir. Yarısı jonim şeydi. Bir amallab oshxonaga chiqib olamiz endi, yuring. Sekin.
Qaysi xonada? Yonchalab yotib sekin tushing. Narigi xonaga chiqamiz. Shu yerda qulayroqda sizga. Sekin. Sekin birinchi yonchalang, yonchalab sekin o'tirasiz. Radikulit deyiladi. Qani tushing. Narigi xonaga chiqamiz. Narigi xonaga yuring. Sekin hushyor bo'lib. Yuraveraman, sekin yuraveraman. Bu tomonda emas. Bu uchinchi muolaja. Dur ko'rib qo'yamiz. Yana bormi? Ozgina bor, lekin tushirsa bo'ladi. Tabletga ichib olasiz. Og'riqlar o'zgarishlar qanaqa? Yaxshi. Pasaydimi ancha? Yaxshi. Ancha o'tirib, bemalol o'tirib turayotgan-ku. Aha. Uyqular qalay, uyqular? Uyqu yaxshi. Kecha sal anday bo'lib, sal og'rib, yiqilib qimirlaganda og'ridi shu. Aha. Yaxshi. Bir necha foizga yaxshisiz bugun? Qolganimiz 30% qilgandir-da. Ha, 70% ga yaxshi bo'lib qoldingiz, ha? 70% tuzaldi, yaxshi tomonga o'zgardi. Hop, yo'qchi, lassiyaga simptom deydi, o'shani tekshirib qo'ying. Osmon qara. Hop. Oyog'i mana ko'targanimizda og'riq yo'qmi? Yo'q. Yaxshi. Mana bundachi? Yo'q. Yaxshi, grija so'rilishi boshlabdi ancha, bo'sh qo'ying. Mana. Yo'qmi? Yo'q, bunaqalarda og'riq yo'q, qimirlaganim uchun sololmagan o'xshaydi. Bu biq. Ha. Xabar. Yaxshi, oldingidan yaxshisiz ancha. Yaxshi. Shu ich pastga yonchalab yotdi birinchi. Bir tomonga yonchalang. Sekin o'tiring. Yerga tushingchi. Tuplingiz kiying. Oyoq uchida yurib ko'raychi. Ha, kuchaymayaptimi? Yo'q, yo'q. Yaxshi, birinchi kunlari bor edi. Menga qarab tomonda yuraychi. Ha, Birinchi kunlar qimillay olmasdim. yaxshi. O'ngga chapga yengil-yengilchi. Mashida salomlash bor. Ozgina qoldi. Ha. Mana bugun 3-kun, 2-kunlik natijani endi ko'rasiz, 70% ga o'zgardi. Endi mana bugungi muolajaning natijasini ertaga ko'rasiz, 4-kunda. Hozir mana masajlarni qildim, qirsillatdim, fizioterapiyani hozir qilamiz. Dori-darmonlaringizni olasiz. Xudo xolasa ertaga yaxshi natija bo'ladi, xudo xolasa. Sog' bo'ling.